To'g'risi qaysi kurs foydali, qaysi kursga pul tiksa arziydi? Yo'nalishni to'g'ri tanlash. Misol uchun, uy bekasi bo'lsa ham, u qanaqa yo'nalish tanlashini o'zi bilish kerak. Misol uchun, psixolog zo'r pul topibdi deb uy bekasi psixolog bo'la olmaydi-da. Uni qo'lidan nima ish keladi va o'sha to'g'ri yo'nalish. Shunda bu kurs alohida ishlaniladimi mijoz bilan yoki tayyor darslik berasizlarmi? O'zidagi qobiliyatiga emas, uni topayotgan daromadiga qarab u kursni tanlashadi. Keyingi darsimiz bu 11-dars, bu sotuv darsi. Insonlar bilasiz, mahsulotimiz tayyor bo'ldi, o'zimiz tayyormiz, kanallarimiz tayyor bo'ldi. Endi mijozlar bizga murojaat qilish boshladimi, biz qanday sotishni bilishimiz kerak. $10,000 ga sotib olamanmi kurs? $1000 ga sotib olamanmi? Tekin olamanmi? Men u darsni bajarmayman. Manda qalaga qanday sizni kursingizda natija? Qaysi post, qaysi vaqtda qo'yilishini bilmasa, postlar qanaqa chiqishini bilmasa, xodimlarni boshqarishni bilmasa, u qanday biznes egasi bo'ladi? Men ana shu javobni kutgandim-da. Marali hozir sir emas. Hamma joyda kurslar to'lib ketdi-da. To'g'risi qaysi kurs foydali, qaysi kursga pul tiksa arziydi, bilmay qolasiz-da. Shaxsan meni o'zimda ham hozir shunaqangi muammo. O'qishni xohlayman, rivojlanishni xohlayman, natija xohlayman. Lekin kimda qanday o'qish menda har doim savol bo'ladi-da, chunki reklamada hamma joyda rost, yolg'on gaplar. Keyin o'sha kursga o'qigandan keyin ko'pchilik bo'lmas ekan, yolg'ondan reklama qildi deyshadi. Mana hozir siz ham kursingizni e'lon qilganda tabiiyki menga bo'ladigan savol shuda. Bu ham bitta o'shanaqa kurslardan bittasi. Arzimaydi pul sarflashingga. Mana shu men sizga to'lov qilishim uchun siz o'zingizni kursingizni qanday ifodalay eta olasiz? Ya'ni hozirgi aytgan kurslarimdan sizni kursingizni nima farqi bor deb o'ylaysiz? Masalan, men aytishim mumkin, o'sha kurslardan bittasida pul ishlashning yo'li oson, pul ishlashning yo'li degan xulosaga kelaman. Siz mana shu xulosamni o'zgartirib bering. Yaxshi, juda ham to'g'ri savol berdingiz Nigora opa. Bu savol ko'pchilik qiynaydi. Bizga kunida ko'pchilik murojaat qiladi Nigora opa. Yaqinda ham bir opa murojaat qilyapti. 18 million kursga to'ladim, bir so'm natija olmadim. Bittasi $500 to'ladim, natija olmadim. Bizga o'zi kim keladi? Urilib, durtilib, boshi devorga tegib keyin menga kelishadi-da. Katta bizneslarning kurslarida ham masalan o'zi ochiqroq qilib aytadigan bo'lsam, men ustoz deb tan olgan insonlarning kursida o'qib ham natijaga chiqa olmay kelganlar bor. Bu degani ustozlar ayb degani emas Nigora opa. To'g'ri, hozirgi kunda marketing rivojlandi, ijtimoiy tarmoqlarda target yoqishadi-da, kurs haqida ma'lumot berishadi, va'dalar berishadi, katta va'dalar berishadi, lekin u va'daga erisha olmaydi. Sababi u inson o'zidagi qobiliyatiga emas, uni topayotgan daromadiga qarab u kursni tanlashadi. Misol uchun deylik, sizga misol, meni kursimda o'qisangiz $1000 daromad qilasiz desam, bittasi aytsa, meni kursimda o'qisangiz $10,000 daromad qilasiz desa, qaysida o'qiysiz? $10,000. 10,000 da deysiz-da. Lekin u o'zingizga ham savol berishingiz kerak shu joyda. To'xtagani, men $10,000 topishim uchun o'zi qo'limda nima kasbim bor, o'zi kim kursini olishim kerak. Ya'ni tahlil qila olishimiz muhim. Masalan, misol qilaman, meni ustozim ismlarini aytmayman, u ustozni darsi $10,000 dan $20,000 gacha o'rtacha cheki. O'zi bilan alohida ishlash $50,000. Endi tasavvur qiling. U insonni kursida kim o'qish kerak? U insonni kursida kamida biznesi bor, oyiga $30,000, $50,000 daromad qiladigan insonlar o'qish kerak. Endi tasavvur qiling, siz bor yo'g'ingizni, uyingizni sotdingizda, u insonni o'sha kursda o'qisangiz natijaga chiqasizmi? Aslo chiqmaysiz. Sabab siz unga tayyor emassiz. Shu uchun bizning kurslarimiz kimlar uchun? Birinchi o'rinda men shuni aytaman. Agar meni kursim sizga to'g'ri kelsa, shunda oling deyman. Birinchisi bizda kursimiz hozir nomimiz onlayn daromad qilish va shaxsiy rivojlanish edi kursimiz nomi. Hozir biz yangi nom bilan va yangicha formatda kurs yaratdik. Bu kursimizning nomi noldan cho'qqigacha.
endi biznes boshlamoqchi bo'lgan uy bekalari bo'lishi mumkin yoki kasb egalari bo'lishi mumkin, psixolog bo'lishi mumkin, o'qituvchi bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Endi biznes boshlamoqchi bo'lganlar, ya'ni $1000 gacha daromad qilish xohlaganlar uchun bizning darslarimiz to'g'ri keladi. Endi bu noldanmi faqat desangiz yo'q. Misol uchun kimdir $500, $1000 ham daromad qiladi, lekin uni ko'paytira olmayapti. O'shani ko'paytirish bo'yicha ham darsimiz to'g'ri keladi. Ya'ni bizning o'sha beradigan programmamizni hayotida qo'llaganidan keyin unda o'sish bo'ladi. Endi biz darsimizda nima beramiz? Bizni darsimiz insonlarga o'zi nima beradi? Shu savol ko'pchiligi bilan bizga murojaat qiladi. Birinchi o'rinda biz shaxsiy rivojlanish bilan ishlaymiz. Siz ming zo'r sotuv bilganingiz bilan sizda shaxsiy rivojlanish bo'lmasa, biznesingiz zo'r bo'lmaydi. Ya'ni biznes egasi ham agar o'zi shaxsan rivojlanmasa, unda rivojlanish zo'r bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi darsimiz shaxsiy rivojlanish va uning ichida biz oliy maqsad qo'yishni, insonlarga oliy maqsadini tuzishni. Chunki uy olamiz, mashina olaman, bu kichkina maqsadlar bular. Masalan, tasavvur qiling, siz uy oldingiz, mashina oldingiz, tamom, maqsadingiz tugaydimi? Shuning uchun biz oliy maqsad qo'yishni va A nuqta bilan B nuqtani belgilashni, ya'ni A nuqtasini ko'pchilik bilmaydi. Hozir qancha daromad qilyapti, qancha foyda qilyapti, analiz qilishni bilmaydi. Shuni analiz qilib va B nuqtaga qanday chiqish yo'llarini 2 oy davomida o'rganib chiqamiz. Bu birinchi darsimiz. Va birinchi darsi o'zida biza dangasalikdan chiqish, energiyani oshirish, kunni to'g'ri taqsimlash, munosabatlarni yaxshilash. Ya'ni bizning birinchi darsimiz salgina ochiqroq qilib aytadigan bo'lsam, psixologik dars. Sababi inson birinchi o'rinda o'zini topib olishi kerak. Shuni beramiz. Ikkinchi darsimiz bu maqsad qo'yish. Ya'ni yillik maqsadlar, oylik maqsadlar va yo'nalishni to'g'ri tanlash. Misol uchun uy bekasi bo'lsa ham u qanaqa yo'nalish tanlashini o'zi bilishi kerak. Misol uchun psixolog zo'r pul topibdi deb uy bekasi psixolog bo'la olmaydi-da. Uni qo'lidan nima ish keladi va o'sha to'g'ri yo'nalish. Yoki o'sha psixolog bo'lsa ham uni qaysi yo'nalish tanlashini aniq bilish kerak. Misol uchun psixologlar ham yo'nalishi ko'p-ku, bilasiz. Diniy psixologiya bor, oilaviy psixologiya bor, ezoterika bor. Hozirgi kunda nima ochiqroq bo'lib ketdi. Plus 18 yo'nalishda psixologlar ko'payib ketdi. Ya'ni o'sha yo'nalishni aniq topib olishimiz kerak. Bu ikkinchi darsimizda biz faqat yo'nalish topish bilan aniq qadamlarni, maqsadlarni qo'yishni va reja tuzishni o'rgatamiz. Uchinchi darsimiz hammada hozirgi kunda pul. Ya'ni bu maqsad bor, hamma narsa bor, lekin pulga bo'lgan qo'rquv bor. Misol uchun katta pulga qo'rquv bo'lishi mumkin, o'ziga ishonmasligi mumkin yoki pulni to'g'ri boshqara olmasligi mumkin. Masalan, siz hozirgi kunda $1000 daromad qilasiz-ku, lekin keyingi oyga yetmasligi mumkin. Uni qanaqa qilib boshqarish kerak yoki qanchasini reklamaga, qanchasini budjetga, qanchasini to'g'ri boshqarish kerak. Mana shu bo'yicha 3-darsimiz pulga moslashgan darsimiz. Nimaga? Chunki inson birinchi o'rinda tafakkurini kengaytirish kerak, pulga bo'lgan munosabatini o'zgartirish kerak. Agar buni o'zgartirmasdan turib, biz keyingi etapga o'ta olmaymiz. Keyingi darsimiz mana hozir ko'rib turganingizdek kamerani oldida ishlayapmiz. Kamera bilan ishlash, notiqlik, ya'ni muzokara olib borish, insondagi qobiliyatlarni ochish. Ya'ni uni o'zi misol uchun oratorligini, notiqligini baribir ochish kerak. Men o'zim shaxsan Najot Nur akada o'qiganman va Abdukarim Mirzayevda o'qiganman bu bo'yicha. Men to'g'ri notiqligimda zo'r bo'lmasaman, lekin o'sha eng zo'r ustozlarning ilmlarini, qaymoqlarini mana shu darsimda berganman. Va kamera bilan ishlash, masalan, omma oldida ishlash bo'yicha tushunchalarni, amaliyotlarni berib o'tganman. Bizning 5-darsimiz Nigor opa bu shaxsiy brend. Bilasiz, hozirgi kunda hamma insonga shaxsiy brend kerak. Bu quruvchi bo'ladimi, tikuvchi bo'ladimi, psixolog bo'ladimi, pazanda bo'ladimi, pishiriqchi bo'ladimi, farqi yo'q. Bularda shaxsiy brend bo'lishi kerak. Va mana shu shaxsiy brendni qanday qilib shakllantirish bo'yicha darsimiz bo'ladi. Keyingi darsimiz ijtimoiy tarmoqlarni yuritish. Qanaqa postlar qo'yish kerak, qanaqa sotuv postlari bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni o'zi qanaqa yuritilishi kerak, bu bo'yicha biza dars berganmiz. Ya'ni dars o'tamiz 6-darsda. 7-darsimizda endi siz tushundingiz, shaxsiy brendingizni yuritishingiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarni yuritishingiz kerak. Endi siz ijtimoiy tarmoqlarni yuritishingiz uchun baribir bir o'zingiz bo'lganingizdan keyin, masalan, biz mana operator olganimizga o'xshagan ishchi olishingiz kerak.
Biza HR deymiz, 7-darsimiz, ya'ni xodimlarni ishga olish va ularga to'g'ri oylikni taqsimlash. Ya'ni beradigan ko'pchilik bor. Mana psixologlar bizga murojaat qilishadi. SMMchiga deydi, har oy $100 beraman deydi, lekin o'zim $100 topmayman deydi. Endi boshlayotganlarda. Sababi nima deb o'ylaysiz? Chunki u nima qilayotganligini bilmasda va ishchini noto'g'ri tanlab qo'ygan edi. Shu uchun biz mana shu narsani 7-darsimizda o'tamiz. 8-darsimiz bozorni o'rganish, ya'ni raqobatchilarimizni o'rganish, mijozlarimizni o'rganish, ularni potensialini o'rganish, ya'ni ularning qiziqishlarini o'rganish. Mana shu bozor o'rganganimizdan keyin 8-darsimizda biz mahsulot yaratish. Endi deylik, keling siz psixolog bo'lsangiz, o'sha psixolog bo'yicha bozor o'rgandingiz, raqobatchilarni o'rgandingizda o'zingizdagi bor narsangizni kurs yaratish. Misol uchun ko'pchilik onlaynda kiyim-kechak sotishi mumkin boshqa. U nimani topadi bu yerda? Bozor o'rgangandan keyin o'zi nima mahsulot sotishini aniqlaydi va uni qanaqa qilib sotish kerakligini o'rgatamiz bu darsda. Va unga eng muhimi to'g'ri narx belgilash. Masalan, ko'pchilik bor, psixologlarning darsi 100 ming so'm, kimnikidir $500. Farqi nimada deb o'ylaysiz? Narxi to'g'ri qo'yishda. Nimaga u $500 ga sotyapti, nimaga bu 100 mingga sota olmayapti? Sababi narxni to'g'ri qo'ya olmaganda. Agar narxi qimmat qo'ysa, odamlar olmasligi mumkin, arzon qo'ysa o'zi mazza qilmasligi mumkin. Shu uchun to'g'ri narx qo'yish ham kursda juda ham muhim. Mana shu narsalarni ham o'rgatganmiz. Endi bizning 10-darsimiz, hozirgi kunda bilasiz, zapusк deydi, webinar o'tamiz deydi, 3 kunlik webinarlar, 1 kunlik webinar deydi, keling deydi, dars beramiz, bepul dars beramiz deydi, odamlarni yig'adi-ku bitta kanalga. Ya'ni o'shanda qanaqa segmentlarni ishlatishimiz kerak, ya'ni odamlarga qanday sotuv qilishimiz kerak webinar orqali mana shular o'rgatiladi. Keyingi darsimiz bu 11-dars, bu sotuv darsi. Insonlar bari bilasiz, mahsulotimiz tayyor bo'ldi, o'zimiz tayyormiz, kanallarimiz tayyor bo'ldi. Endi mijozlar bizga murojaat qilish boshladimi, biz qanday sotishni bilishimiz kerak. Agar biz sotishni bilmasak, mijozlarni saqlab qola olmaymiz. Keyingi darsimiz bu marketing, ya'ni bitta mijozga qanday qilib ko'proq sotishni o'rgatamiz. Ya'ni nima qilsak ko'proq sotamiz. Boya aytganimizdek, jalb qilish, ishlash, saqlash, qaytarish, ya'ni mijozlarni og'riqlarini, muammolardan kelib chiqib, mana shu yechim berishni o'rgatamiz. Ularni doimiy mijozga aylantiramiz. O'z marketing bitta qoidasi bor. Yangi mijozlarni jalb qilish va eski mijozlarni ushlab qolish. Mana shuni o'rgatamiz. Va bizda 13-darsimiz hozirgi kunda hamma zapusк deydi. Zapusк qilish. Reklamaga qancha pul tikishimiz kerak, kanallarni qaysi kanallarga reklama berishimiz kerak, o'zi postlarimiz qanaqa bo'lishi kerak, zapusк paytida nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak va zapusк, misol uchun deylik, 14 kunlik, 1 oylik zapusklarimiz bor, 1 yillik zapusк bo'lishi mumkin. Mana shularni qanday qilinadi biza 13-darsimizda berganmiz. Va bizning 14-darsimiz har bitta darsimizni analiz qilib chiqamiz. O'zi har bitta darslarimizdan tashqari bitta dars o'tamizki, undan tashqari analiz qilib boramiz. Lekin asosiy 14-darsda har bitta o'quvchi bilan savol-javob qilib, qaysi natijaga erishdi, nimaga bo'ldi, nimanidan keyin nima bo'ldi 14-darsda va 15-darsimiz amaliyot bo'ladi. Bizning darsimiz tugagandan keyin 1 oy davomida biz ularni nazorat qilib boramiz. Ya'ni nima qilding, nima qo'yding degan narsani qilamiz. Endi bu kurslarimizni narxiga keladigan bo'lsak, bizda har oyda har xil narxlar o'zgarib turadi. Endi nimaga bizning kursimizni sotib olish kerak odamlar degan savol bo'ladigan bo'lsa, aynan bu kurslar men o'zim tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Siz bilan ham ishlaganman. Sora Abdurahmonova bilan ishlaganman, taniqli psixologlardan. Misol uchun Nigor Hafizova masalan siz bilan ishlaganmiz. Bu yerda bizda tayyor amaliyot, praktikalar va qo'llanmalar borda. Biz har bitta segmentni o'quvchilarimizga o'rgatamiz. Ya'ni biz nima qadamlarni bosib o'tganmiz. Masalan, men oddiygina misol qilib aytadigan bo'lsam, bizda o'qigan o'quvchilar o'rtacha hozirgi kunda $1000 dan $3000 gacha daromadga chiqishadi. Agar biz aytgan vazifalarni 100% to'liq bajarishganda, 100% emas, 80% bajarishsa ham chiqishadi. Sababi birinchi o'rinda biz uni o'zini tayyorlaymiz. Bizning ustunlik tomonimiz 10 ta nima deydi, mutaxassis darsini sotib olish kerak emas. Bizning darsimiz ichida shaxsiy rivojlanish bor, maqsad qo'yish bor,
pul mavzusi bor, notiqlik darsi bor, shaxsiy brend bor, ijtimoiy tarmoqlarni yuritish bor, HR, ya'ni xodimlarni boshqarish bor. Ya'ni nima deydi, sotuv bo'yicha darslarimiz bor, marketing bo'yicha darslarimiz bor. Undan tashqari 10-si bu zapusk. Hozirgi kunda buni o'zi ham alohida bo'ldi. Keyin bizda mentorlik deydi, ustoz shogird deydi, shuni ichida hammasi bor. Biza A'dan Y'gacha hammasini bitta kursda berganmiz. Shunda bu kurs alohida ishlaniladimi mijoz bilan yoki tayyor darslik berasizlarmi? Yaxshi, Nigor opa, bizada bitta narsa bor. Bizada ikkita tarifimiz bor. Biznes tarifimiz bor, VIP tarifimiz bor. VIP tarifi bilan biznes tarifining farqi nimada? Biz biznes tarifimizda aynan biznes bo'yicha ya'ni ishlaydigan odamlar bo'lganligi uchun har bittasi bilan o'sha gruppavoy ishlaymiz. Ya'ni gruppaning ichida savollarga javob berib, gruppavoy ishlaymiz. Endi VIP tarifida esa alohida nazorat qilaman va alohida 4 ta dars o'taman. Hozirgi darslardan tashqari. Bu 4 ta dars ichida biznes tizimlashtirish, uni savollari bo'lishi mumkin, uni og'riqlari bo'lishi mumkin, undagi o'sha yechimlarni beramiz. Mana qarangda, hozir onlayn darslar qaysidir ma'noda sifatsiz bo'lib ketayotganini sababi, ya'ni natija bermayapti. U zo'r ishlab chiqilgan bo'lsa ham kurs, natija sifatsiz bo'lyapti-da, oz bo'lyapti. Sababiki onlayn bo'lgandan keyin, nazorat bo'lmagandan keyin, masalan, shaxsan meni o'zim shunday. Men hozir $10,000 sotib olamanmi kurs, $1,000 sotib olamanmi, tekin olamanmi, men u darsni bajarmayman. Mana menda qalaga qanday sizni kursingizda natija olsa bo'ladi? Yaxshi, keling, men hozirgi kunda buni hozirgi kursimizda yechim berish. Qanday yechim beryapsiz siz mijozlarga? Menga o'xshagan dangasa, shu bersang yeyman, bermasang o'laman. Ya'ni sen natija ber menga deb o'tiradi-da. Sal bizda qattiqroq rejim bor. Hozirgi kunda shunaqa bir tizim ishlab chiqdim. Har kuni vazifalarni qilib, bugun kun davomida nima qilasiz? Har kunlik vazifani tashlaysiz, kurator tekshirib boradi. Nazorat bor demak. Nazorat bor. Har kuni teng bo'lib bizda psixolog nazorat qiladi va kurator nazorat qiladi, shaxsan o'zim qilaman. Va kun davomida men anglashlarimni va ulardan kelgan savollarga ham javob berib boraman. Ya'ni u kursga qo'shimcha. Tasavvur qiling, nimadir muammo bo'ldiki, misol uchun yecholmay qoldi, ya'ni dangasalik qildi, bajara olmayapti. Men shu joyda unga yechim berib ketaman va uni ham darsi segmentiga qo'shib ketamiz. Ya'ni u ham unga bir dars sifatida ketadi. Bizda kundan kun darslarimiz kengayib boradi. Misol uchun aytadigan bo'lsam, men 1 yil oldin o'tgan darsim ustiga hozir yana 1 barobar dars qo'shganman. Mana hozir darslaringizni tahlil qilib berganingizda avtomat menda tasavvur ketyapti-yu. Endi men bilan siz bu bosqichda o'tganmizda, hozir o'ylab qoldim. Siz oson gapiryapsiz. Bu narsalar haqiqatan boya aytganingizdek, xodim tanlash, kamera bilan ishlash, notiqlik. Bu yerda hozir bir 10 ta kasbni aytdingiz-da siz kursingizda. Ya'ni sizni kursingizni olgandan keyin u 10-15 talab kasb egasi bo'ladi degan holatni aytdingiz-da. Masalan, boshida menda qo'rquvday bo'ldi, lekin biz bu yo'ldan o'tganimiz uchun ham biz uchun oson. Lekin sizga endi kelgan mijoz kursingizda 10-15 talab mavzudagi dars bo'yicha qanday u mutaxassis bo'ladi? Yo'q, qarang, yaxshi savol, Nigor opa. Endi keling, meni oldimga kim keladi o'zi? Masalan, uy bekasi kelishi mumkin. Keling, eng nimada uy bekasi keladi. Uy bekasi birinchi o'rinda shaxsiy rivojlanishni o'rganadi, munosabatlarni yaxshilashni o'rganadi, sog'ligini, boshqa. Bizda birinchi o'rinda shuni qo'yganmiz. Endi bu shaxsiy rivojlandi, to'g'rimi? O'zini topdi. Endi maqsadlari va yo'nalish topish deganmiz-a, u o'ylaydi, masalan, deylik, uni qo'lidan nima keladi? Uyda pishiriq sotishi mumkin yoki u ingliz tilini bilishi mumkin yoki rus tilini bilishi mumkin, misol deb oladigan bo'lsak, yoki sotuvchilik qo'ldan kelishi mumkin. Hozirgi kunda juda ham ko'p onlaynda masalan kiyim-kechak olib sotishi mumkin. Bu uchun nima kerak? Baribir ilm kerak. Bizda kursimizda hammasi bor. Aytdimki, A'dan Y'gacha, ya'ni 0 dan cho'qqigacha. Bu deganda u o'zini kursini ichida, ya'ni o'sha dars ichida o'sha ijtimoiy tarmoqlarni yuritishgacha o'rganadi.
bu sotishgacha o'rganadi. Hamma unga kerak bo'ladigan narsani biz noldan o'rgatamiz. Endi keling, u 2 oy vaqt ichida o'rgana olmasligi mumkin. Ko'pchilikda shu sizda ham hozir shu savol bo'lyapti, ya'ni uni qanday o'zlashtirish mumkin deyapsiz. Keling, uni o'zlashtira olmadi. Masalan, menda shunaqangi tushuncha bo'ldiki, kursizni mavzularini aytgandan keyin ayo, men uchun emas ekan, men o'rganganim bilan buncha kasbni qanday eplayman yoki shaxsan menda bunday holat bo'lgan. Mana shunaqangi kursni sotib olganman. Darsliklarni, mavzularini ko'rgandan keyin to'g'risi qo'rqib ketganman. Masalan, men psixologman, sizni kursingizni sotib olmoqchiman. Men o'zimni kasbimni bilaman, psixologlikni. Lekin mijoz topish, sotish, qadoqlash, u narsalarni eshitib men qo'rqqan, meni kursdan voz kechganman, bilasizmi? Yaxshi. Xo'sh, shunda nima qilinadi? Zo'r savol bo'ldi. Nigor opa, bitta narsani aytishim kerak bo'lgan narsa bor. Siz bilan ishlaganimizdan keyin bilasizki, ko'pchilik insonlar siz o'zingizdan bu narsalarni hozir tushunasiz, lekin o'sha payt tushunmagansiz. Lekin o'sha paytida ham hozirgi savolingizga javob oladigan bo'lsak, menga kerak emas ekan degan tushuncha ko'proq insonlarda bo'ladi. Lekin aynan bizning kasbimizda psixologlar o'qish kerak. Yo'q, ixtiyoriy kasb holatida. Misol demoqchiman, o'sha psixolog bo'ladimi yoki biznes egasimi o'qish kerak. Sababini aytaman. Agar u sotishni bilmasa, u marketingni bilmasa, u qaysi post qaysi vaqtda qo'yilishini bilmasa, postlar qanaqa chiqishini bilmasa, xodimlarni boshqarishni bilmasa, u qanday biznes egasi bo'ladi? Men ana shu javobni kutuvdim-da. Kurslaringizga qanday qilib yozilsa bo'ladi? Kurslarimizga yozilish uchun Nigor opa, masalan, nomer qoldiramiz. O'sha nomerlarga qo'ng'iroq qilishsa bo'ladi yoki adminlarimiz, menejerlarimiz nomerini yoki mana shu videoni tagida afishaniyada kurs so'zini yoki nomerlarni yozib qoldirishsa, biz ularga bog'lanib va kursimiz haqida to'liq ma'lumotlarni beramiz. Demak, sizlar bilan bog'lanishsa, kurs haqida bafurja qo'shimcha yana ma'lumotlar berasiz. Aynan kurs narxini aytmaganim sababi ham shunda, bizga bog'lanishsin va kursimiz narxlari haqida va ularga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, uni analiz qilib, razbor qilib bu bilan keyin bizga kursga olamiz. Ya'ni xohlagan odamni kursga olmaymiz. Tushunaman.